Voy Peterda uylarni endi kim yig'ishtiradi deb hamma savollarni yozib yotib, shu videoni oxirigacha ko'rsalaringiz polностью tushuntiraman nimalar qilib yurganimni. Peterdagi eng top masterlar kelib, shu qizda opitini oshirib ketishadi. O'qisam shunaqa joyda o'qitmanda dedi. Birinchi klientimiz keldi, sochini ko'rib, to'g'risi ichim achib ketdi. To'rttagina sochi bilan ham kelibdi-da o'xot qilish. Shunaqa ham noshukr bo'lamanmi deb o'ylanib qoldim. Bilasizlarmi nimaga? Gapni boshidan boshlasam, ayamda ham sochi xuddi shu qizdagiga o'xshagan to'rttagina. Ayamga постоянно jalva qilardim-da. Ayamda oyog'ini razmeri 42. Mamchiko nimaga oyog'ingiz razmerini o'zingizga o'xshatib 42 razmer qilib tuqqansiz? Bundan ko'ra ko'zim sizga o'xshamaydimi? Katta-katta bo'lardi deb kulardi. Bu qizni sochini ko'rib o'lsin, oyog'im 42 bo'lsa, 43 bo'lsa ham mayli, sochim hech bo'lmasa dadamnikiga o'xshaganiga shukur deb xursand bo'ldim. Aziyatskiy sochlar baribir chiroyli bo'lar ekanda, qalingina. Короче, pattiy sochlarni chiroyli qilib jo'natdim. Klient ham davolim, men ham davolim. Ikkinchi klient keldi, sochini koloristlar buzib qo'ygan ekan. Sizlarga maslahatim, koloristlarda ham, keratinovый masterlarda ham bilimlisiga boringlar. Bir xillar YouTube'da o'rganib qilib kelgan sochni dabdalasini chiqaradi. Bo'yab ham, короче, keratin qilib ham kuydirib. Короче, kim kelgan bo'lsa, "Sen sochingga qanaqa o'xot qilasan?" deb meni sochimga qiziqib yotish. To'g'risi shunaqa sochlar bilan ishlab mazza qildim. Do'stlar, har doim aytaman, eng pozitivniy, eng ko'ngli ochiq podpисчиклар hammasi menda. Nima deb o'ylaysizlar? Shu sohani eplab keta olamanmi, yo'qmi? Обязательно like,